Bu ehtimol 2025-yilda ko'rganim eng absurd videolardan biri. Darvozabon ataylab to'pni o'z darvozasiga kiritib yubordi. Siz uning sababini bilganingizda hayratda qolasiz. Braziliya ligasidagi ikki jamoa o'yinida hakam jarima zarbasini belgiladi. Oddiy vaziyatdek ko'ringan edi, ammo kutilmagan holat sodir bo'ldi. Qarshi jamoa darvozaboni shunchaki turib qoldi va to'pning darvozaga kirishini tomosha qildi. Hech qanday harakat ham qilmadi. Tribunalarda shovqin, kommentatorlar hayratda. Lekin eng qizig'i keyin sodir bo'ldi. Hakam golni bekor qildi va darvozadan zarba tayinladi. Qanday qilib? Ma'lum bo'lishicha, darvozabon haqiqiy bilimdon ekan. U qoidadan yaxshilab xabardor edi. Gap shundaki, bu zarba to'g'ridan to'g'ri emas, balki erkin zarba bo'lgan. Ya'ni to'p to'g'ridan to'g'ri kirishi mumkin emas. Avvalo kimgadir tegishi kerak. To'p hech kimga tegmadi. Demak, gol hisoblanmadi. Hakam darvozabon oldiga borib, uni qoidalarni yaxshi bilgani uchun maqtadi. Mana sizga darajasi yuqori futbol.